Bu kendirlarni olganimga 10 kuncha bo'ldi shekilli. Hozir sizlar bilan ochamiz buni. Meni kuzatadiganlarni ichida eng kichkinasi yoshi 9 yoshli deb o'ylasam, 2 yoshlisi ham bor ekan o'rtoqlar. Shu kun efirda o'tirgandim. Opa kirib kelib qoldi. Men opamni singlimni bilmadim. Opa desam xafa bo'lib qolmasinlar. Qizim sizni rosa yaxshi ko'radi. Yosh 2 yosh. Siz videolaringizni ko'rib ovqatlanadi dedilar. Biram xursand bo'lib ketdim. Ismlari Xadicha ekan. Shuning uchun imенно mana shu kinderni ochayotganimda shu qizni gapirib o'tib ketay dedim. Yorib yuboraman shuni. Agar bu videomni ham ko'rayotgan bo'lsalar, 2 yoshli Xadichaxon, sizga salom. Multfilm bor. Jiyanlarim ko'radigan. O'sha multfilm ekan. Fiksiki. Rasmni chiqar ekan. Tam rostdan ham zo'rda. Kendirni. Shunga bolalar yaxshi ko'radi. Bu ham fiksiki ekan. Fiksikini qiz bolasi. Ismi bir balo ham esimdan chiqib ketdi. Jiyanlarim ko'rayotganda qo'shilib ko'raman, lekin nomlari esimda yo'q. Burası chiroyli ochildi. Nimaga bularni hammasi fiksiki desam, kinderni o'zi fiksiki ekan. Endi tushundim. Nima qilinar ekan? Bu yoqqa ketib qo'yam. Mana bittasi tayyor. İkinchisi ham tayyor. Uchinchisi ham tayyor mana. Uni yuzini ko'rinmaydi. O'tgan safar kinder yeganimda boshqa narsa chiqqandi. Men ustiga qaramasdan olmanda, o'zim ham ustiga yozilgan ekan fiksiki deb. Faqat fiksikini o'yinchoqlari chiqadi. Mayli, uncha. Lekin mana shunaqa narsalarni yaxshi ko'raman nimagadir. Xudo terib qo'ysa polkachaga.